Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 172-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "It birortangizning idishidan suv ichsa, idishni 7 marta yuvsin" dedilar. Izoh: Hanafiy mazhabiga ko'ra ham itdan qolgan narsa najosatdir, ammo u yalagan idish 3 marta yuvish bilan tozalanadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Daraqutuni va Ibn Atilar rivoyat qilgan "It yalagan idish 3 marta yuviladi" degan so'zlari bunga dalil bo'ladi. 4-kitob 173-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Bir kishi tashnalikdan nam tuproqni yalayotgan itni ko'rib qoldi. Shunda u odam mahsisiga suv olib, unga bera boshladi. Nihoyat uni qondirdi. Shunda Alloh undan rozi bo'ldi va jannatga kiritdi" dedilar. 4-kitob 174-hadis. Hamza ibn Abdulloh otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zamonlarida itlar masjidga kirib chiqib bavul qilib yurardi, biroq buning sababidan hech narsa sepishmas edi. 4-kitob 175-hadis. Adi ibn Hotim radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan so'ragan edim, u zot: "Agar o'rgatilgan itingni ovga qo'yib yuborsang-u, u o'ljani o'ldirsa, yeyaver. Agar undan yegan bo'lsa, sen yema, chunki uni o'zi uchun tutgan bo'ladi" dedilar. "Itimni qo'yib yuborsam-u, keyin uning yonida boshqa bir itni ko'rsam-chi?" dedim. "U holda yemagin, chunki sen tasmiyani faqat o'z itingga aytgansan, boshqa itga tasmiya aytmagansan" dedilar.